sochini kesishda ayol kishining 3 xil aqidasi bo'ladi. 3 xil aqida bilan ayol kishi sochini kestiradi. Birinchisi, agar sochiga chigal tushib, har xil narsalar bilan iloji bo'lmay qolgan paytda sochini kessa, unga ruxsat, muboh bo'ladi. Ya'ni sochini umuman chigal bo'lib qolgan, majbur kesadi. Ikkinchisi, gunohkor bo'ladi. Hech narsasiz kessa. Prosta shuni o'zimcha kesaman desa, men oddiy holatda kesaveraman desa, gunohkor bo'ladi. Uchinchisi, dindan chiqib qolishi mumkin bo'lgan aqida bor. Nimaga desa, qaysidir dinsiz yoki boshqa din vakillarining sochiga havas qilib kessa, dindan chiqib qoladi. Chunki man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum degan hadis bor. Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, u o'shalardan degan.